Hasanboy atrofidan uchastka qidirayotganlarning diqqatiga 200 sotuvli kadastrlari tayyor high-tech uslubida qurilgan uchastkamizda sotuvga chiqqan. Elektrikasi bo'lgan, gips kordonlari bo'lgan 6 ta xona, 6 ta sanuzel, 7 ga 10 kengligida podvoli. Kirib kelishidan boshlab ko'rsatilgan bo'lsam, o'rta kiraverish kaletkasi, yonida katta darvozasi, hovliga bitta katta mashina bemalol sig'adi. Yerto'laga tushib ketirish hovlidan bo'ladi. Bu yerda yashil maydoni, ham ko'rib turganinglardek kaletkadan shundoq kirganda chap tarafda yozgi oshxona uchun ham katta joylar tashab ketilgan. Deraza romlari qo'yilgan. Xudo xolisa bir haftada fasad ishlarini traventing qilib beramiz deyapti. Ikkita mana shu kiraverish eshiklarini ham qo'yib beramiz deyapti. Kirib kelib qisqacha planirovkasini ko'rsataman. Kirib kelishimiz bilan hol o'ng tarafda bizani katta razmerda mehmonxona joylashgan. Ko'rib turganinglardek chap qo'limizda bo'lsa oshxonamizda gipsa kordon elektrikasi bo'lgan. Yurib kelganimizda bioxonamizda ota-onalar yotoqxonasi ichida o'zini sanuzeli ham bor. Havo aylanishi joylar tashab ketilgan. Zinani tagida yana bitta umumiy sanuzeli ham joylashgan. Endi ikkinchi qavatga chiqib tanishtirib o'tamiz. Ketdi. Tepaga chiqib kelar ekanmizda chap qo'limizda umumiy sanuzel ikkinchi qavat uchun mo'ljallangan. Yurib kelganimizda uzun koridor. O'ng tarafda ota-onalar yotoqxonasi, buni ham ichida sanuzellari joylashgan. To'g'rida balkoni joylashgan, razmerlari katta. To'g'rimi-to'g'ri ikkita xona. Bolalar yotoqxonasi, uni to'g'risida ota-onalar yotoqxonasi, ichida o'zini ham sanuzeli bor. Adresi Hasanboyda joylashgan. Shundoqqina Hasanboy postidan 300 metr o'tganinglarda o'ng qo'limizdagi mahallada bo'ladi. Hamma kommunikatsiya bor. Suv, gaz, svet, kanalizatsiya. Narxiga keladigan bo'lsa, $114,000 deb belgilashdi. Egalar nomerini pastda qoldiramiz. Aloqaga chiqib baraka qilinglar. Bizning kanalga podpiska bo'lib qo'yinglar.